Assalomu alaykum. Qadrli Poytaxt ligasi a'zolari, elit ligasi a'zolari, bugun mana biz Archa ko'cha hamda Qamarda o'rtasidagi murosasiz o'yin bahsini kuzatdik. Alhamdulillah yutib oldik. Sekin-sekin, asta-sekin Qamar o'z jamoasi nomiga, ya'ni o'z tituliga mos ravishda o'z o'rniga qaytishga harakat qilyapti. Raqiblarga alohida rahmat. Chiroyli o'yin bo'ldi, yaxshi o'yin bo'ldi. Bunaqa o'yinlar ko'p bo'lishini kutib qolamiz. Xudo xolasa bundan yaxshi o'ynashga harakat qilamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Elit ligada bugun Qamar bilan Archa ko'chani o'yini bo'lib o'tdi. Birinchida ham yaxshi o'ynadi. Ikkinchida ham o'zaro yaxshi o'yin bo'ldi. Ozgina xatolar evaziga biz bu o'yinni boy berdi, lekin yaxshi o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Nima deymiz endi, bu futbolda hamma narsa bo'ladi. Iloji boricha harakat qildi. Ularni omadi kelib qoldi bugun. Hammaga rahmat, elit ligaga ham rahmat. Assalomu alaykum. Poytaxt ligasi muxlislari, a'zolari. Bu o'yin qiyin bo'ldi. Legiones komandani biz bilamiz. Hammasi yuguradigan chaqqon bo'ldi. Hammaga rahmat, Legiones komandasiga alohida rahmat. Biz kamchilik bo'lishimizga qaramasdan borimizdan berdik. Jamoadoshlarimga rahmat. Poytaxt ligasi qiziganda qizyapti lekin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Poytaxt liga muxlislari. Bugungi o'yin yaxshi o'yin bo'ldi. Legiones jamoasi bu o'yinga g'alabaga loyiq edi. Endi opit bilan yutib qo'ydi, o'shaning uchun Legionesga omad tilaymiz. Nima deymiz? Shu bizani kuzatib boringlar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Poytaxt ligasini muxlislariga bugun mana Kipo jamoasi bilan o'zaro yaxshi o'yin o'tkazdi. Yutqizib turgan joyimizda comeback qilib yutib ketdik. Omad keldi. Kipo jamoasiga kattakon rahmat o'yin uchun. Hammaga omad tilab qolaman. Apex. Nomer 1. Assalomu alaykum ligamiz kuzatuvchilari. Bugun 6-tur bahslarni ham tugatib oldik. Dinamo jamoasi sardori sifatida bugungi o'yinni juda ham namunali deb baholayman. Deyarli konflikt bo'lmadi. Raqib jamoaga tashakkurimizni bildiramiz. Hisob qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'yindan maza qildik. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Avvalo elita ligada o'ynagan hamma komandalar omad tilab qo'ygan holda bugungi o'yinimiz, birinchi o'yinimiz boshida birinchi taymda bolalar ozgincha tushunarsiz harakatlar qilib o'zaro kelishmovchiliklar holatidan kelib chiqib yutqazayotgan paytimizdan omadimiz kelib ikkinchi taymga xudo xolasa bolalar yaxshi o'ynagan hisobiga yutib oldik. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda ham yutishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qolgan komandalarga ham omad tilab qolgan holda hammaga omad tilaymiz. Komandasiga kattakon rahmat. Yaxshi o'yin bo'ldi. Hurmat bilan bir-birimizga. Kuchli raqib. Keyingi o'yinda omad tilab qolamiz. Kelajakda o'ynagan hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi o'yin haqida gapiradigan bo'lsam, o'yin zo'r bo'ldi. Ikkita komanda ham birinchi taymda zo'r o'ynashdi. Ozgina bizga omad yetishmadi. Bolalarimiz ozgina charchab qolib. Omad tilayman. Eshongizlarga keyingi o'yinlarga, xudo xolasa keyingi o'yinlarga yaxshi kuch bilan, yaxshi texnika bilan qaytamiz, xudo xolasa. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Tashkilotchilarga rahmat. O'yinimiz yaxshi bo'ldi. Bular ham ancha yugurtirdi bizani. Alloh nasib qilgani bo'larga alhamdulillah. Inshaalloh yutib oldi. Hammaga rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Avvalambor tashkilotchilarga rahmat. Shunchalik zo'r musobaqa berishyapti. Bugungi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, bugun o'sha zo'r o'yin bo'ldi. Texnik komandasi yosh katta bo'lsa ham opitga zo'r o'ynab borishdi, gap yo'q. Xursandman. Keyingi o'yinlarda yana harakat qilamiz yutishga, xudo xolasa. Keyingi o'yinlarda omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poytaxt liga ishtirokchilari, Poytaxt liga muxlislari. May oyining yaxshi o'yinchisi bo'lman. Xursandman may oyining yaxshi o'yinchisi bo'lganim uchun. Endi qo'ldan kelgancha o'ynadim. Alloh xoh nasib qildi, yutdi. Zubayr Bekridan ham sovg'alarni qabul qildi. City Burgerdan ham vaucherlar berishdi. Tashkilotchilarga rahmat. Hammaga rahmat. Xursandman. Assalomu alaykum hammaga. Shunaqa organizatorlarga hammaga shular bilan birga hamkorlarga ham rahmat. Shunchalik Poytaxt ligasini rivojlantirishga hamma hissa qo'yayotganligiga, hissa qo'shayotganligiga hammaga rahmat, baraka topsin. Juda xursand bo'ldik. Bu narsalarga erishishga komandamiz bilan birga erishdik. Ularga ham kattakon rahmat, sizlarga ham rahmat. Xursand bo'ldik.